Xullas o'rtoqlar, Lenin parkiga kirdik. Do'stim Zafarjon bilan. Kaptar ekan bu ham. Kaptarlarni ko'rib mana. Voy, yomon ko'p kaptar ekan deyapti. Hovza qilib beraymi do'stim? Ha, petlar bilan o'sha baqasan. Ana tursin ya, hech qara. Kelishib kaptarlar ham kelishib ovqatlanadi, qarang. Ha. Kaptarni ko'pligini. Hali it singari bir-birini haydamaydi. Hop, bizda bo'lganda darrov tosh otib bundan sotib sho'rva. Bir qozon sho'rva. Sho'rva bo'ladi bizda. O'shadir. Xullas shunaqa o'rtoqlar. Rostov-Dondamiz, Batayskiy rayonda. Lenin parkimi bu yer? Xullas Lenin parkida. Keyin oshnam bitta alindaqa nimasi bor ekan, vredniy привычай deydimi, ali nima? Mana shuni ichma deyman ashi bolaga. Bunday ko'rsatchi qo'ling deyni. Ha, ichma, yaxshi emas deyman. Qayerda yur? Mana shu fleshini ichib yuradi. Shundaqa gaplar. Qrimdan Sochiga bordim, Sochidan Rostovga kelib, xullas kechadan beri shu oshnam yonida dam olib yotibman. Ertaga xudo xolasa O'zbekistonga qadasan deb yo'lga chiqamiz. Bugun Zafar do'stim bilan birgamiz.